Har bitta oilada chet elda yashaydigan qarindosh bo'ladi. Bizning oilada o'sha men bo'lsam kerak. Bugun O'zbekistondan mehmonlar kelishadi. Ularni chiroyli kutib olish uchun birinchi ishimni har doimgidek uborkadan boshladim. To'g'risini aytsam, turk qarindoshlarim kelishsa, nima pishirishni o'ylab ham o'tirmayman. O'zbekistondan keladigan qarindoshlarga nima qilib bersam ekan, qanaqa ovqatlar yoqar ekan, xatlarni aylantirsam ekan degan hayajon bo'ladi. Bizda o'zingizlar bilasizlar, kuyovlarning uyiga xat deb borilmaydi, tim bo'l yotib qolishmaydi. Turklarda bo'lsa bu norma holat. Xo'jayinimlar mehmonlarimizni juda ham yaxshi ko'radilar. Biznikida qolishsin deydilar. Shunaqa deganlarga ham rahmat. Lekin munosabatda bir-birini hurmat qilish katta rol o'ynaydigan. Men ham erim tarafga har doim hurmat bilan qarayman, munosib kelin bo'lishga harakat qilaman. Taomlardan so'rab qo'ya qoldim, nima ovqat pishirib qo'y deb, suyuq ovqat bo'lsin dedilar. Miltillatib mastava solib qo'ydim. Agar siz meni mehmonim bo'lganingizda qaysi ovqatni pishirib berishimni xohlardingiz, kommentariyada yozinglar. Yana bilasizlarmi, bizning qarindoshlar juda ham nozik tabli, o'ta ozada. Shungami komissiya keladigandek qirchishlab tozaladim. O'zi top-toza uyimmi. Ana ishlarimni qilib oldim. Eson-omon uyaltirmay kutib oling mehmonlarimni, duo qilib turinglar qizlar.